Assalomu alaykum. Uzbulok YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Quvonchbek. Juda ko'pchilik toshkentliklar ko'chib kelayotgan Nazarbekdan 7 sutkdan iborat bo'lgan hovli xonadonni ko'rsatib o'tamiz. Toshkentga nisbatan havosi juda ham toza, narxlari arzon va juda ham katta bo'lgan mana shunaqangi hovli xonadon bugun sizlarning e'tiboringiz markazida bo'ladi. Bu narxga Toshkent shahridan kichkinagina ham hovli sotib olishlik qiyin bo'lib ketmoqda. Juda ko'pchilik toshkentliklar, ko'kchaliklar hammasi Nazarbekka ko'chib kelyapti, chunki Nazarbek Toshkentning shundoqqina yon bag'rida joylashgan. Xaritlarga to'xtaladigan bo'lsak, Toshkent shahridan Ko'kcha tarafdan Nazarbekga most orqali pastidan o'tamiz, postimiz bor. Postdan o'tganimizdan so'ng poyezd yo'l tomonga yuramiz va Tarnovga yetmasdan o'rtada Sada nomli chorrahamiz keladi. U yerdan o'ngga qayrilamiz. Bu Katta Ittifoq ko'chasi bo'ladi. Ozgina yurganimizdan so'ng Katta Ittifoqda qurilgan yangi masjid keladi va mayli shu masjiddan o'tganimizdan so'ng chap qo'limizda ko'p qavatli novostroyka dom qurilmoqda. Ana shu domning orqa tarafiga o'tamiz, ya'ni domning tugashidan chapga o'tamiz va ozginadan so'ng o'ng qo'ldagi tupik ko'chada joylashgan mana shunaqangi juda ham katta, fasad tarafi 20 metr, ichkarisiga esa 35 metrni tashkil qiladigan oldingi stilda qurilgan xonadonimiz ko'z oldingizga keladi. Aytib o'tganimizdek, fasadi 20 va hovlining ichkarisiga esa 35 ni tashkil qiladi. Xonadon mana shu holatida topshiriladi. Remontlariga ancha vaqt bo'lib qolgan, lekin ozgina asveshit qiladigan bo'lsa, shundoqqina ko'chib kelib yashaydigan hovli xonadon. Oldi tarafi to'liq mana shu bog'ga ajratib qo'yilgan katta maydon bo'm-bo'sh turibdi. Undan unumli foydalansangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana shu xonadonni sotib olib bir qancha xonadonlar qursangiz bo'ladi yoki mana shu toshkentliklarga o'xshab mana shu hovlini ozgina ta'mirlab yashasangiz ham bo'ladi. Bu yerda gaz, svet, suv juda ham yaxshi. Gaz naporlari juda ham ko'pchilik aytayapti, yaxshi. Qishki paytlari ham uyaltirib qo'ymaydi. Demak, xonadonga kirib kelganimizda birinchi o'ng qo'limizdagi inshootimiz, bu yerda to'rt xonamiz bor va undan tashqari kirganimizdan so'ng chap qo'limizda bitta xonamiz, uning yuqorisida esa 3 ta xonamiz bor. Hovlida chap qo'lda joylashgan oshxonamiz va undan tashqari hovlidagi hojatxonalarimiz bor. O'rtada mana shunaqangi kichkina basseyn maydonimiz ham bor. Bu esa xonadonimizning mana mahalla tarafi bo'ladi. Bu tarafdan kirib kelinadi, yo'llar asfalt qilib qo'yilgan. Va bu tarafimizda esa yo'l yo'q, ya'ni avtomobil chiqib keta olmaydi, tupik ko'chada joylashgan xonadonimiz bo'ladi. Mana shu xonadonimizni fasad tarafi aytib o'tganimiz 20 metr, ichkarisiga esa 35 metrlarni tashkil qiladigan xonadonimiz bo'ladi. Mana bu yangi inshoot hisoblanadi, pishig'ishda qurilgan. Bu tarafimizda esa eski inshoot bo'ladi, sinch devor qilib ko'tarilgan. Bu tarafimizda esa aytib o'tganimizdek pishgan g'ishtda qurilgan. Yaxshi, tinch mahalla, gaz, svet, suv mahallada mavjud. Xonadonga kirib kelishimizda mana shunaqangi temir darvozalar bor. Bu ikki tomonga ochiladi va avtomobilni kirgizishligimiz mumkin bo'ladi. Avtomobilni kirgizganligimizdan so'ng mana yerlari mana furchatkalar qilib qo'yilgan. Ikkita avtomobil mana shu navesning ostida sig'adi. Kechki paytlar yorug' bo'lishi uchun bir qancha fonuslarimiz bor va mana gaz turbalari kirgizilgan. Gaz aytib o'tganimizdek yaxshi ishlar ekan. Gaz cho'tchiklarimiz o'rnatib qo'yilgan. Mana bu joydan suv chiqarib, suvdan foydalansak ham bo'ladi. Va kirganimizdan so'ng mana shunaqangi juda ham katta hovli maydoni ko'z oldimizga keladi. Demak, agar xonadonni biz 6 metr, 7 metrga xonadonni o'zi tushgan bo'lsa, qolgan bir 28 metrimi, 27 metri mana shunaqangi hovliga ajratib qo'yilgan. Juda ham katta hovli maydoni bor, ko'rib turganingizdek. Xonadonga kirib keldik. O'ng tomonimizda oldin tushgan sinchdan qurilgan xonadonimiz bo'ladi. Bu yerda 4 ta xonamiz bor. Ya'ni bitta hol, bitta zal va bitta spalni va bitta kichkina xonamiz bor. Bu tarafimizga o'tadigan bo'lsak, bitta katta hol bor. U yerdan sanuzelga kirishimiz mumkin va yana bir kichkina xonaga kirishligimiz mumkin. Yuqori tarafimizda bitta hol, bitta zal va bitta yotoqxonamiz bor. Hovlida esa mana bu oshxonamiz hisoblanadi. Va undan tashqari mana bu xonamiz to'g'ridagi holda joylashgan hojatxonamiz bo'ladi. O'rtada nevaralar misol uchun o'ynashligi uchun bu yerda basseyn ham qilib qo'yilgan va bir qancha mana mevali daraxtlarimiz bor. Uzum daraxtlari ham bor ekan, kechki paytlari yorug' bo'lishi uchun bir qancha fonuslar ham qoldirib qo'yilgan. Mana shunaqangi xonadon. Mana shu 10 qavatli inshootimiz o'zi yer sathidan 1 metr ko'tarib qo'yilgan, ostki taraflari aytib o'tganimizdek podval ham qilib qo'yilgan. Endi esa xonadonga tashrif buyuramiz.
Mana shunaqa ikki tomonga ochiladigan taxta eshiklar. Bu mana kirganimizdan so'ng hol qismimiz bo'ladi. Patologlari balangina olingan. Ozgina remont talab bo'lib qolgan, yana освежит qilsa bemalol ko'chib kelib yashasa bo'ladi. Xonalar radiatorlar orqali isitiladi, alohida qilib qo'yilgan. Ya'ni u tarafdagi xonadonniki alohida qilingan, bu tarafdagi xonadonniki alohida qilib qo'yilgan. Mana shu hol orqali boshqa xonalarga o'tishligimiz mumkin. Demak, chap qo'limizda yotoqxonaga mo'ljallangan qismi bo'lsa, to'g'rimizda esa mehmonxonaga mo'ljallangan qismi bor. Mana shu mehmonxonamiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek radiatorlar bor. Mana shu radiatorlar orqali xonalar isitiladi. Mana shunaqangi mehmonxona qismimiz. Mahallaga qaragan ikkita derazasi bor. Derazalar ostida radiatorlari bor. Ostki tarafi podvol va mana bu yotoqxonaga o'tishimiz mumkin. Buni bolalar yotoqxonasi o'rnida ishlatsak bo'ladigan xonamiz. Ixchamgina, kichkina va hovliga qaragan derazalari bor. Bu xona ham radiator orqali isitiladi. Mana shunday xonamiz. Patolog balangina olingan. Bu yotoqxona orqali ikkinchi kattalar yotoqxonasiga kirishligimiz mumkin. Mahallaga qaragan derazalari bor va mana bu xona radiatorlar orqali isitiladi. To'rtburchak holatida keltirilgan. Derazalarimiz aytib o'tganimizdek, bu xonalarda hammasi taxtadan qilingan, eshiklar ham taxtadan qilib qo'yilgan. Bu hozir mana ko'rib turganingiz 4 ta xonadan iborat bo'lgan alohida tushgan inshoot emas. Aytib o'tganimizdek, radiatorlari alohida boshqariladi. Ya'ni bu tarafnikini kerak bo'lmasa o'chirib qo'ysak bo'lar ekan, u tarafda ham xuddi shunday alohida qilib qo'yilgan. Mahalla qismidan xonadonga tashrif buyurganimizda endi chap qo'limizdagi inshootni ko'rsatib o'tamiz. Mana zinaning ostki tarafidan mana chap qo'limizda kiriladi. Ikki tomonga ochiladigan taxta eshiklar o'rnatib qo'yilgan ekan. Mana shunaqangi hol qismi bor. Mana bu turba radiatorlar orqali isitiladi, issiqqina bo'lib turibdi. Bu tarafdan hozir alohida foydalanishar ekan va xohlasangiz qishki paytlari foydalanishlik uchun mana bu joyda oshxona ham qilsa bo'lar ekan. Oshxona uchun sharoitlari bor. Ko'rib turganingizdek rakovinalar qilingan, kanalizatsiya o'tkazilgan, gaz turbalari ham aynan shu joyda o'tkazib qo'yilgan va mana bu joyda yana bir derazamiz ham bor. Bu tarafdagi xonamizga to'xtaladigan bo'lsak, bu tarafda yuvinadigan hojatxona va vannaxonamiz joylashgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Gaz naporlari doim yaxshi bo'lib turar ekan. Gazning napori yaxshi ekan, suv ham ko'rib turganingizdek yo'mkislar bor va suv uzluksiz mana shu xonadoningizni suv bilan ta'minlab turadi. Endi esa zinaning ostki tarafidagi mana oshxona qismini ko'rsatamiz. Bu esa bizning mana oshxona qismimiz bo'ladi. Hovliga qaragan katta derazalarimiz bor, ko'rib turganingizdek va alohida mana shu oshxona uchun suvni isitadigan qurilmalar o'rnatib qo'yilgan. Ariston kompaniyasiga tegishli bo'lgan isitgichlar o'rnatib qo'yilgan. Bu bizning mana oshxona qismimiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizdan so'ng mana shunaqangi plashatka bor va mana shu plashatka orqali xonaga kirishligimiz mumkin. Kirganimizdan so'ng mana bu hol qismi hisoblanadi va aynan mana shu hol orqali bitta zalga kirishligimiz mumkin, ya'ni mehmonxonaga kirishimiz mumkin va undan tashqari bitta yotoqxonaga kirishligimiz mumkin. Demak, hol qismi orqali mana bu mehmonxonaga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek kenggina qilingan. Ozgina o'sha remontlarni освежит qilsa, bemalol ko'chib kelib yashaydigan xonadon. Aslida ko'rib turganingizdek, Toshkent shahridan 7 sotikli xonadonni hozir sotib olishi iloji yo'q. Nazarbekdan sotib olsangiz bo'ladi. Demak, mahallaga qaragan ikkita derazalari bor. Bu derazalar hammasi plastik profilli derazalar bo'ladi. Radiatorlar orqali bu xonamiz ham isitiladi. Bu esa aytib o'tganimizdek hol qismimiz. Bu hol orqali mana bu tarafdagi yotoqxonaga ham kirishligimiz mumkin. Bu tarafda esa bizda yotoqxona joylashgan. Ikkinchi qavatda alohida dush ham qilib qo'yilgan. Yotoqxonani dushidan foydalansak ham bo'ladi. Bugun sizning e'tiboringizga o'sha Toshkent viloyati Zangati tumani Nazarbekda joylashgan 7 sotikdan kattaroq bo'lgan
xonalarga to'xtaladigan bo'lsak, 7 ta, 8 ta xonadan iborat bo'lgan xonadonni ko'rsatib o'tdik. Hovli maydoni juda ham katta. Kirganimizda inshootimiz mana shu bir tarafda bo'ladigan bo'lsa, o'rtada juda ham katta hovli maydoni bor. Ko'chib kelib yashasangiz bo'ladigan sharoitlarga ega, buzib tashlab boshqa xonadon quraman desangiz ham hamma imkoniyatlar bor. Gaz, svet, suv hammasi mavjud. Mahalla tupikda joylashgan, yo'llar asfalt qilib qo'yilgan, masjid esa bir qadamgina joylashgan. Sizlar bilan Uzblog YouTube kanali va Kamina Quvonchbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.